Assalomu alaykum hurmatli aziz mijozlarimiz, ko'rishingiz mumkin. Bizning magazinimizga shunaqangi Xitoydan maxsus olib keltirilgan barashkalarimiz keldi. E'tibor bersanglar, bularimizni yungi qalin plotniy bo'ladi. Oldingi sotgan barashkalarimizga qaraganda bular ancha sifati zo'r eng kачествоsi baland bo'lgan qalin. E'tibor beramiz, bular 2 qavatli azizlar. Bular 2 qavatli Xitoy fabrichniy 1 kishilik va 2 kishiliklardan sotuvda bor. Bular как бы одеяло qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Kilosi ancha muncha barashkalardan og'ir bo'ladi. Xo'p, magazinimizda ko'rgan bo'lsangiz, shunaqangi katta partiyada постельный belyolarimizdan olib keltirib qo'ydik. 1 kishilik deysizlarmi, 2 kishilik deysizlarmi, eng qiziq tarafi bularni ko'p mijozlarimiz so'ragan edi. Razmerlari ham katta, velikan bo'ladi, 2,5 ga 2,5. E'tibor beramiz, 100% paxta bo'ladi, hurmatli azizlar. Xo'p, bularimizni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, magazinimizga kelib xaridinglarni amalga oshirsanglar bo'ladi yoki kommentariyaga plus belgisini qoldirsanglar, men sizlarga narxini yuborib qo'yaman. Undan tashqari magazinimizga juda ham katta partiyada chochuvlarimiz keldi. Shunaqangi постельный belyolar, 125 ming so'mdan постельный belyolarni qo'yib yuborganmiz. Azizlar, mana uni ko'rasizlar, hammasi 125 ming so'mdan. Kelib xaridinglarni amalga oshiringlar. Hammalarni Yaprak Home Samarqand darvoza filialida kutib qolamiz. Magazinimiz ertalab soat 9:00 dan kech soat 22:00 gacha ishlaydi. Hammalarni kutib qolamiz. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin.